Ustaki Penaplex tashlabsiz roziman. Uni ustidan zar, uni ustidan shlanka, uni ustidan yana sko bilan qotirib. Voy, shuncha narsani nimaga qildingiz aka? Siz mana bunaqa matli ishlab chiqarishni bilmaysizmi aka? Eng qiziq bitta savolim bor aka. Mana shu zarra o'zi foydasi bormi yo'qmi? Aniq kommentariyada fikringizni qoldiring. Chunki klient puli ketgandan boshqa narsa bo'lmayapti. Meni tushunishim bo'yicha. Balki men ko'p narsani bilmasman, lekin sizga mana bunaqa matlarni tavsiya qilamanki, bu matlarimiz afzalligi haqida bir og'iz aytib ketdik. Bu matlarimiz pastdagi zaxni tepaga ko'tarmaydi. Siz issiqligingiz to'g'ridan-to'g'ri faqat tepaga harakatlanishiga sababchi bo'ladi. Eng asosiysi shlankalar to'g'ridan-to'g'ri harakatlanish uchun hech qanaqa narsa qotirib o'tishi shart bo'lmaydi. Hamda bobonchiklarning hisobiga betonni rastvor kam tushishini hisobiga yana 60% ekonom bo'lishini bilarmidingiz? Xullas, aka, kommentariy siz uchun ochiq. Agar men xato bo'lgan bo'lsam, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Videoga like bosib, hoziroq mana shu videoni kommentariyasida ko'pli pol bilan shug'ullanadigan usta do'stingizni belgilab keting. Balki ularning ham xabari yo'qdir, ular uchun foydali. Balki bilarlar, kommentariyada javobini qoldirarlar. Xullas, videoga like bosib, eng yaqin do'stga tashlab qo'yishdan chiqmasin. Bilasiz, sizni ustoz har doim biz o'ylaymiz. Assalomu alaykum.